Aslo hech kimni bayramona kayfiyatini buzmoqchi emasman. Ammo uyg'oninglar do'stlar. Bugun yangi yil kiruvchi kun emas. Yangi yil bu yilda 11-mart kuni kirib keladi. O'zingizlarni o'zingizlar aldab yashashdan yomoni yo'q. Pushtirang ko'z oynaklarini yechinglar. Quyosh hali o'z yillik siklini tugatgani yo'q. Mars o'z navbatchiligini topshirayotgani yo'q. Yashil yog'ochli ilonimiz esa hech qayerga hali chiqib ketayotgani yo'q. Olovli otimiz esa hali kirib kelayotgani yo'q. Quyosh hali ham o'q otar burjida turibdi. Hozir esa aslida 10-oydir, 12-oy emas. Shunchaki aytib qo'ydim, aniq bilganlarimni. Bugun eski yilni kuzatib, yangi yilni kutib oldik deb bayram qilganlar hali tugamagan energiyani jig'iga tegib qo'yib, so'ng yil tugaguncha uning jahliga duch kelib qolmang deb aytib qo'ydim. Go'yoki uyingizda o'tirgan mehmon hali o'rnidan turmasdan unga "Mayli, yaxshi boring, yaxshi o'tirdik, xayr" degandek bo'lyapsiz. Axir uyingizdagi mehmonxonada mehmon hali ham uyning to'rida o'tiribdi-ku. Siz esa unga "Mayli, xayr, yaxshi o'tirdik, yaxshi boring" deyapsiz. Mana xuddi shunday holat energiyalarga ko'rsatilgan muomalangiz bugun aksini ko'rsatmoqda. Ya'ni hali o'rnidan turmagan, hali yo'lga tushmagan, hali chiqib ketmayotgan energiyalarni siz kuzatib, hali kirib kelmayotgan energiyalarni kutib olmoqdasiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yer yuzida butun dunyo bo'ylab bayramona kayfiyatni aslo buzmoqchi emasman. Barcha yangi yilni kutib olish taraddudida, harakatida, bayramona kayfiyatda yurgan vaqtda, ammo haqiqat achchiq bo'ladi. Va men haqiqatni aytuvchilardanman. Shiringina konfetka emas, biroz achchiqroq garimdori. Ha, og'ir tuyuladi bugungi bayramona kayfiyatni, harakatni, taraddudlarni balkim to'xtatishga undaydi, ammo yolg'on shirindan ko'ra achchiq bo'lsa ham haqiqat yaxshi. Bu kayfiyatni albatta tark etish kerak emas. Bu kayfiyat hamisha bo'lishi kerak. Hamisha shunaqa bayramona xursandchilik, ammo har narsani o'z nomi bilan chaqirishga o'rganish vaqti keldi azizlar. Xohlasangiz tinglang, xohlamasangiz bilganingizni qilavering. Tushunganlar tushundi. Men aytib qo'ydim, shunchaki tanlov esa o'zingizda.